turib sizlarni bir uchrashtirib, duoylarni olib, bir qator ko'rishaylik deb chaqirdik. Xush kelibsizlar hammanglar. Hozir endi tadbirimizni boshlab berish uchun so'zni bizning kasaba uyushma raisimiz Ergashev Umar Aliga so'z beramiz. Marhamat Umar Ali. Assalomu alaykum. Hurmatli ustozlar, faxriylar. Sizlarni mana shu davrada ko'rib turganimizda bavoyat xursandmiz. Allohga beadad shukrki, mana shu zavod 1993-yildan boshlab faoliyat ko'rsatib kelyapti. Mana shunday katta jamoa faxriy bo'lib chiqib ulguribdi. Mana 370 ta odamni aytdi. 370 ta odam. Allohga beadad shukr. Bundan buyog'i yana ham ko'paysin safimiz. Hozirgi so'zlarim barchasi nafaqat o'zim nomimda shu hozirgi vaqtda 12 ming ta odam ishlayotgan zavoddagi yoshlarimiz, aka-ukalarimiz nomidan gapiraman. Mana shularning hammasini tabrigini sizlarga bildiryapman hozir. Faqatgina o'zimniki emas, hamma mana shu barcha jamoaniki. Xususan mana shu rahbarimiz Odiljon aka Bastamqulov mana shu xizmat ko'rsatgan barcha 12 ming ta jamoa, sizlarni hamma jamoa yaxshi ko'radi. Sizlarga uzoq umr tilaymiz. Sizlarni duolar bilan mana shu zavodda kelajakda yana ham bir yaxshi muvaffaqiyatlarga erishishini Xudo xohlasa tilab qolamiz. Hozir ishlab chiqarish mana shu texnologiyalar rivojlantirish boshqarmasi boshlig'i Mamadali Saidbekka so'z bersam, Saidbekdan ikki og'iz tabrik eshitdi, keyin davom ettirsa. Saidbekka. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, hurmatli hamkasblar. Shu jamoada shunday hamkasblarni, ustozlarni ko'rib turganda nihoyatda xursandmiz. Xursandchilikdan shuni aytish mumkinki, bu yerda o'tirgan odamlar korxonamizni hozirgi kunga yetib kelishiga, rivojlanishiga, rag'bat topishiga o'zim juda ham katta hissasini qo'shgan ustozlar, akalar o'tiribsizlar. Hammaga korxonamiz nomidan, rahbariyat nomidan, o'zim nomidan katta minnatdorchilik aytaman. Chunki sizlarning mehnatingiz bilan, sizlarning harakatingiz bilan korxonamiz ishga tushirildi, korxonamiz ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. Korxonamiz shunday bir dunyoga yuz tutishida o'zini katta hissasini qo'shgan insonlar o'tiribdi. Sizlarni shunday bir mazmunli tadbirda hammalarni sog' salomat ko'rib turganini nihoyatda xursandmiz. Yaratgandan so'raymiz, Alloh umringizni ziyoda qilsin, uzoq yillar mazmunli hayot kechirib, farzandlar, nabiralar rohatini ko'rishini so'raymiz. Shu jumladan korxonamizni ham eslab, korxonamizni ham rag'bat topishida duoda bo'lishinglarni so'rab qolamiz. Sog' bo'linglar, rahmat hammaga. Rahmat. Bu yerda shu korxonamizni barpo qilgan, korxonamizni shu darajaga yetkazishda xizmat qilgan odamlar o'tiribsizlar. Hammanglarga yoqimli ishtaha, dasturxonlardan noz-ne'matlarni olib o'tiringlar. Sog' bo'linglar. Nima haqida gapirib beray? Ha? Qilaylaringizni bildiring. Ha, qilaylar. Rosa xursand bo'ldim. To'g'risini aytsa, bunaqa uchrashuvlar hali odam juda zavq qilinadi. Odamda hali настроенияsi rosa ko'tariladi. Eski o'rtoqlarini uchrashib ana qilganda u boshqa tuyg'uda u shunday bo'ladiki, aslida mana ko'zlarga yosh ham keladi shunday. Shuning uchun boshqa tuyg'u. Uzoq yashashni xohlayman hammasini. Billa mashalar bilan ishlab, zavodni qurdik, yurgizdik. O'zimizni hissamizni sesamizda. Masalan, men eng birinchi odamman. 92-yili boshlaganman men. Bu ishlarda zavodni haqida haligi Sovet ministri kelganda Asakaga, unda zam premyer ministri to'lagani buni. Ana birinchi haqida qurilish, nima ishlar qilish haqida birinchi protokolni o'zim olib borganman.
Yolga. Aksincha sizdan boshlayapmiz. Ko'rgan ko'rmaganlarga tilaylarimiz. Endi aytyapman, hammasi sog' bo'lsin. Ko'rmaganlar bilan keyingi safarda ham, keyingi safar masalan bo'lganlarda ham ko'rishib turaylik. Xo'p. Sog' omon bo'lsa hammasi. Xo'p. Rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mana endi buni vaqt o'tyapti, bilmay qolasiz ekan. Mana yosh o'tgan sari qarang. Mana orada mana shu 30 yildan oshib o'tib ketdi mana. Zavod ishga tushganimizga ham. Yaqindan keyin loy kechib yubordi zavod qurilishi hozir mana qarang. Ana o'zi mana qancha odam pensiyaga chiqib 375 ta biz mana veteranlar. Zavodimiz bundan buyog'i ham gulgayib yashnaversin. Mana qanaqa niyatlarimiz hammasiga erishaylik. Bir paytlar mana O'rta Osiyoda birinchi bo'lib zavod tashkil etdi. Hozir ham birinchimiz, boshqa yo'q, boshqa tashkilot mana. Davlatda 26-zavod, dunyo bo'yicha 26-zavod dedik. O'zbekistonning faxrida nima bo'lsa ham. O'zimiz quryapmiz endi O'rta Osiyoga. Xudo xolasa, boshqa davlatlardan quraylik sizlar zavodlarni. Assalomu alaykum, hurmatli akalar, ukalar. Ko'rganimizdan xursandmiz hammamizni. Xudoga shukrlar yetkazibdi. Hammamiz sog' salomatmiz. Yanagi shu osh kunlarga ham oramizda kamda qilmasdan, hurmatchamiz salomat qilib, hammamizni umrimiz bilan, rizqimiz bilan, yaqinlarimiz bilan, hamkasblar bilan salomat qilib yetkazsin Allohim. Hammalar ko'rgandan xursandmiz. Görüşürüz. Assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar. Mana bugun ulug' kunimiz. Tarixni yaratgan insonlar shu yerda o'tiribdi barchamiz. Bu tarix yaratilganiga mana Xudo xolasa 32 yil oldi. Bu tarixda yaratgan insonlar birinchi insonlar Y1 guruh injenerlari, F1 masterlari bo'ladi. Mana shu biz farzandlarimizni, nevaralarimizni, chevarlarimizni tarixida qoldik. Assalomu alaykum. Sog' salomat bo'linglar hammanglar. Yana shu kunlarga hammamiz sog' salomat bo'laylik. Akalar yaxshi o'tiribsizlarmi? Ustozlar. Shokir Qoraga ham rahmat. Tahlil qilib ko'rganimizda o'tgan yilgi mana shu yig'ilishimizda qatnashib, yil mana shu yig'ilishimizga kelmagan 18 ta ustozimiz vafot etdi. Shularni o'ylab, bugun mana shu xatmi Qur'onni o'rtada naqlishga qaror qildik. 24 kishi yana hozir yana shu davraga qo'shilgan hozir. Qasdki bu hozir pensiyaga chiqib ishlamayotganlar. Lekin pensiyaga chiqib ishlayotgan, zavodda ishlayotganlar soni ko'proq. Bugungi rejamiz shunaqaki, tabriklardan keyin mana shu juda filmlar tayyorlaganmiz. Zavodimizni bir tarixini bir qo'llab ko'rib, eslab, ko'pchilik ko'rgani buni yana bir qator eslab ko'rib o'tirsak, bir-birimiz bilan suhbatlashsak, diydorlashsak degan bir rejalar qilganmiz. Hozir mana Kanalar boshqaruv direksiyasidan Zikriyoxon kelgan, Zikriyoxon dil so'zlarini aytsa-da, undan keyin shunday davom etamiz. To'g'rimi akalar? Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Ko'pchilik ko'rib xursand bo'ldim. Alloh umrlariga, rizqlariga baraka bersin. Bugungi ayyominglar muborak bo'lsin. Bu yerda o'tirgan ko'pchilik zavodni qurib, shu kunga erishgan natijalariga sababchi bo'lgan odamlar. Hammalarga rahmat. Boshimiz ta'zimda. Xudo xolasa sizlar boshlab bergan mashaqqatli ishni davom etkazyapmiz. Bu olaylarni eslab turasizlar. Hammalarga sog'lik, salomatlik tilayman. Sog' bo'linglar. Rahmat.
Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя. Sizlar charchamasizlar. YouTube'da Bahramjon Mirzahmedov deb istaysiz topasizlar mana shu videoni. Har kim ko'radi. Во-первых, разрешите поблагодарить вас за любезное согласие принять участие. Действительно, мы накануне праздника, первой годовщины, начала деятельности некоммерческого производства автомобилей в городе Осаке. Всем нам памятен тот день, когда с участием президента нашего государства, председателя ДЭО Групп, было торжественное открытие этого завода. Сегодня мы можем доложить, что процесс производства идет успешно. Программу 96 года более 26 тысяч автомобилей мы произвели, выпустили и реализовали их успешно. В этом году в нашей программе более 105 тысяч автомобилей. Я просто, пользуясь случаем, хочу еще раз напомнить нашим телезрителям о том, что только в июне месяце мы запустили еще 3 производства. Это завод сидений, это завод бамперов и панели приборов, и это завод отделки салона. В августе месяце... Assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar. Ana bugun 2025-yil 24-may kuni UzAvto korxonasi kasaba uyushmasi tomonidan, korxona rahbariyati tomonidan avval shu korxonada fidokorona mehnat qilishib, hozirgi nafaqada yurgan hamma 400 ga yaqin nafaqaxo'rlarni chaqirib, eslashib bir-birini mehmon qilyapti. Bularga tashakkurnoma izhor qilaman. Meni bu yig'ilishni eshitib kelganlar ham shu yerda, ba'zilar eshitmay qolgan hamkasabalarimiz, faxriylarimiz, hammasini onajonlari sog' bo'lsin. Uzoq yillar umr guzaronlik qilsinlar. Farzandlari, nevaralari, chevaralariga bosh olib yurishni Alloh nasib bo'lsa aylasin. Assalomu alaykum azizlar. Mana bizni qadrlab eski zavodimizda ishlab chiqib ketgan veteranlarni to'plab bugungi kunlikda hammamizni xursand qilib mehmon qilishyapti. Ko'pchilik o'tib ketdi. Tiriklarga Allohim yana ham bundan ziyoda qilib umrini ziyoda qilgan bo'lsin. Bularni ko'rib juda ham xursand bo'lyapmiz. Eski ishchilar shu zavodni poydevoridan boshlab bugungi kungacha ishlab mehnat qilib yuksalishiga hissa qo'shgan odamlar bugun mana mehmon bo'lib o'tirishibdi. Qilaylarimiz bugungi kunda ishlayotgan yigitlar ham bizga o'xshab qarilik davrini surishsin. Ishlariga omad tilayman. Veteranlarimiz, qariyalarimiz bo'lsa umriga umr qo'shilsin. Hammalariga salomatchilik tilab qolaman. Mehmondorchilik uchun zavod rahbarlariga, kasaba uyushmasiga, tashkiliy qo'mita a'zolariga o'zim minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli birodarlar, hamkasblar, aka-ukalar, zavod rahbarlari, kelajagimizda ishlayotgan yoshlar, umrlarga, sizlarga baraka bersin. Biz orqamizda qolib, biz orqamizda duolar qilib, sizlarga biz duolar qilib, zavodimizni kelajagini porloq xotiralab, bir-birlariga hurmatga e'tiborda yurishni Alloh taolo nasib qilsin. To Moskva hozir kurashgacha Alloh taolo nasib qilsin. Allohu akbar.
Mana shu yerda ko'pchilik bilan ko'rishishga xursandmiz. Hammasi sog' salomat bo'lsin. Uyushtirganlarga katta rahmat. Kelajakda yaxshi kunlarda hammamiz birga bo'lish nasib qilsin. Rahmat. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar, hamkasblar. Barchalaringni uzoq umr, tinch, sog' salomat yashashlikka Allohdan tilab qolaman. Tez ko'rishib turishligimizga sababchi bo'lgan shu zavodimiz, kasaba uyushmalari, rahbariyat, administratsiya shularga barchalariga rahmatlar aytaman. Uzoq yashanglar, tinch bo'linglar. Bola chaqalaringizni orzu havasini ko'ringlar. Avvalo mashgullarga yetkazgan Allohga beadad shukr. Bu ehsonni tashkil qilganlarga minnatdorchilik bildiramiz. Doimo mana shunaqangi yaxshi kunlarda, xursandchiliklarda diydor ko'rishib yurishni hammamizga yana nasib bo'lsin. Zavodimizni bundan ham gullab, ravnaq topsin, ishlariga rivoj bersin hammamiz. Alloh taolo doimo hammamizni o'z panohida asrasin. Allohu akbar. Mana aziz do'stlarim, akalar, ukalar, mana zavodimizni rahbariyati, kasaba uyushma qo'mitalari, mana shu o'zimizni zavodda ishlab chiqib ketgan pensiya nafaqadagi hozirgi kundagi nafaqadagi xodimlarni qadrlab, xotirlab shunchalik mana o'tirishlar tashkil qilibdi. Bundan biz bag'oyatda xursandmiz. Mana hozir shu bahonada butun oldingi zavodimizda ishlab turgan o'rtoqlarimizni ko'rib, bir necha yoshlarga yoshardik. Bundan nihoyatda xursandmiz. Biz endi mana shu hozirgi kunda zavodimizda ishlab turgan ishchi xodimlariga, rahbariyatga avvalambor sog'lik, salomatchilik, ishlarda muvaffaqiyatlar tilaymiz. Assalomu alaykum hurmatli hamkasblar, hurmatli faxriylar. Mana zavodimiz bizni hurmat qilib, bizni izzat qilib, mana shu ulug'ayon kunlarda bizni chaqirib, mehmon qilib, shu faxriylarni eslaganligi uchun katta minnatdorchilik bildiramiz. Mana shu kunlarga yetkazganiga shukr. Shu narsani tashkil qilishda korxona rahbariyati, kasaba uyushma qo'mitasiga katta minnatdorchiligimizni bildiramiz. Barcha faxriylarga eng avvalo sog'lik, salomatlik, oilasiga tinchlik, totuvlik, nima yaxshi niyat qilgan bo'lsa, o'sha niyatlariga erishishni tilaymiz. Yoshlarimizga kuch-quvvat tilaymiz. Zavodimizni yanada rivojlantirishiga ko'proq mehnat qilib, ko'proq hissa qo'shishiga tilakdoshmiz. Rahmat e'tiboringiz. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, hamkasblar. Ajoyib bayramda ajoyib tadbirda o'tiribmiz. Hammanglarga katta rahmat. Yoshlarimizga sabr, zavodimizga ham, yurtimizga ham ko'z tegmasin. Ishlariga omad berib, yana ham shu eski do'stlar degan qo'shida eshitgandek yayrab, yashnab yurishlik nasib etsin. Hoji akamiz bor bitta duo qilib bersinlar. Manzur aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Endi shu eng biz xursand qilgan narsa shu hammani yaxshi salomat ko'rishganimizga Xudoga shukr. Yetkazganiga shukr. Shu narsa tashkil qilgan korxona rahbariyatiga, kasaba uyushma qo'mitasiga, shuni boshqa bo'lgan barcha xodimlarga rahmatimizni aytamiz. Biz doim sizlarga esaveramiz, duolar bo'lamiz. Korxonamiz rivojlansa yana ham yoshlarga muvaffaqiyat tilaymiz. Sizlar ham tinch o'ylar, sog' salomat bo'linglar. Yanagi sanalarga ham hammaga salom-salomat yetib nasib etsin. Rahmat katta. Assalomu alaykum do'stlar. Mana necha yil birga ishladik, zavodni qurdik, yashlatdik. Mana hozir Xudo xolasa yaxshi ishlayapti. Endi mana ko'rishgandan xursandman. O'tgan yil o'tirdik, oramizda kim bor, kim yo'q. Lekin baribir mana yaxshi kunlar ko'p bo'lsin. Hammamiz sog' salomat bo'laylik. Umrimizga, rizqimizga Xudo barakasi bersin. Va shu yoshlarimizga omad tilaymiz. Ishlari muvaffaqiyatli bo'lsin. Nima yo'liga bo'lsa Allohim yetkazsin. Mana shu o'tirishlar tez-tez o'tirsak, mehr ko'zda deydi ekan, bir-birini ko'rib, gaplashib, yaxshi bo'ladi. Assalomu alaykum hurmatli hamkasblar.
sizlarni mana shunaqa bir yaxshi dasturxon atrofida o'tirib ko'rishib turganimdan juda minnatdorman. Mana shu faxriylar bilan uchrashganda zavodni butun tarixi ko'z oldimdan o'tadi. O'sha 92-93-yillar qanchalik qiyinchilik bilan, qanchalik mehnat bilan mana shu zavodni qurgan odamlar o'tiribdi. Sizlarga bizni mana shu faxriylarga shunchalik hurmat qilib, izzat qilib, bunaqa to'kin dasturxon yozib, bizni mana shu didor ko'rishishga sababchi bo'lgan korxona rahbariyati, kasaba uyushma qo'mitasiga sizlarning nominglardan katta minnatdorchilik bildiraman. Sizlarga eng avvalo sog'lik, salomatlik, oilalarga tinchlik, xotirjamlik, bolalaringlar, nevaralaringlarni davrida qarilik yashini uzoq yillar surishinglarni tilab qolaman. Mana shunaqa didor ko'rishishlik yana ko'p yillar hammamizga nasib qilsin. Sog' salomat bo'linglar. Rahmat aytaylik. Endi bugun qanaqa san'atkor mahkamasligimizga shu hammanglar bir-birlar bilan maza qilib gaplashinglar mahkamalik bo'lsa. Endi mana yana yuragida o'tib bor odamlar so'z so'rayapti. Abdullar akam bor, magistralis akam shu akamiz so'z so'rayapti. Mana Abdullar aka. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz hamkasblar, mana bugun faxriylarni yig'ib juda chiroyli yig'ilish bo'lyapti. Yig'ilishdan juda xursandmiz. Bari faxriylar nomidan korxonamizni kasaba uyushmasiga, shu anjumanni tashkil qilgan barcha ishtirokchilarga hammasiga minnatdorchilik bildiramiz. Xonadonlarda tinchlik bo'lsin, xursandchilik bo'lsin. Nima niyat maqsad qilgan bo'lsa, niyat maqsadlarini Allohning o'zi yetkazsin. Hammalarimizga shu yerga kelganimizga qadamlarimizga ajr savoblarni ko'paytirib bersin. Hammamizning niyatimiz yaxshi. Didor ko'rishish. Bu didorda gap ko'p. O'tib ketgan birodarlarimizni Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Qancha birodarlarimiz o'tib ketdi. Shularning ichida akaxonimiz bor edi, Sirojiddin aka, Ahmadjonov. Umri uzoq bo'lsin deb duo qilardik. Ana o'tib ketdi, bu kishini ham joylari jannatdan bo'lsin. Ularni ukalarini, boshqalarni ko'rib xursand bo'lyapmiz. Birodarlar, didor g'animat deb bejizga aytilmagan. Zavod kasaba uyushmasiga omad tilaymiz, kuch-quvvat tilaymiz. Mana yangi kasaba uyushmasining raisi saylanibdi. U yigitga ham uzoq umr, kuch-quvvat tilagan holda o'tgan masalan bayda o'tirib Olimovni eslashdik. Undan keyin bu O'ktamjonni esladik. O'ktamjonga duolar qildik, biroz bemorligi bor ekan. Shuning uchun hech kim kasal bo'lmasin. Qatorimizdan xato bo'lmasdan kelgusi yillarda ham didor ko'rishlikni Allohning o'zi nasib qilsin. Yurtimiz tinch bo'lsin. Muhtaram yurtboshimiz omon bo'lsin. Viloyat hokimimiz, tuman hokimimiz barchalari omon bo'lib, o'shalarning qatorida biz ham sog' salomat mayna qilib didor ko'rib yurishlikni Alloh nasib qilsin. Rahmat shu o'tirishni tashkil qilganlarga. Rahmat Abdullar aka, juda yaxshi so'zlar bo'ldi. Hali o'tgan bir yil davomida shu nafaqadorlarimizdan 18 nafar vafot etdi. Ularning hammasiga mana xatmi Qur'onda duo qildi. Endi yana yilga oraylarda xato bo'lmasdan, yana shunaqa hali mehr ko'rsalar, bunlar ko'rishmaydi. Hozir sovg'alar tarqatib olsin, keyin alohida duo qilin. Tajribamizda Bisyor barakatli orzu havaslar ko'rsin. Amin. Boshaqalarni nimalarni shu Muxtor hoji akamni taklif qilamiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz hamkasblar, zavod ma'muriyati, kasaba uyushmasi xodimlari, avvalo bir ikki og'iz gapiramiz. Bizlarni
butun borliqni yaratib bizlarni mo'min musulmon qilib shunday ne'matlarga yetkazgan Alloh subhanahu taologa cheksiz hamd sanolarimiz bo'lsin. Bir-birlaringizga infoq ehson qilib turinglar, mehr muhabbatli bo'lasizlar degan haq Rasuli Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga ko'pdan ko'p salovat durudlar bo'lsin. Shu o'tirishni tashkil qilgan, yig'ilishga tashkil qilgan zavod ma'muriyati, kasaba uyushmasi xodimlari, jamiyat xizmat qilganlarga Allohning rahmati, barakoti bo'lsin. Azizlar, duo qilishdan oldin ikki og'iz so'zga ruxsat berasizlar. Ulug' sahobiylardan Abdulloh ibn Umar al-Qamha aytgan ekan: "Men ijobat tashvishini qilmayman. Alloh albatta ijobat qiladi. Men duo tashvishini qilaman" degan ekan. Shuning uchun hammamiz hozir yuragimizdan, dilimizdan ixlos bilan duo qilaylik. Ko'pni duosi ko'p. Biz lafzini aytamiz. Sizlar ichinglarda amin deb turinglar. Kimni duosi omini farishtalarga to'g'ri ketmasa o'shaniki ijobat. Buni Alloh biladi xolos. Shuning uchun hammamiz ixlos bilan chin dildan duo qilamiz. Oldin amin. Alhamdulillah alamin va rahmatil lil muttaqin. Vassalatu vassalamu ala rasulihi Muhammad va alihi va sahbihi ajmain. Tilovat Qur'on shu Rahman dargohida husni qabul aylagin. Hosil bo'lgan savob samarotlarni avval ikki olam sarvari Payg'ambar Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam janoblari ruhotlariga, jami' o'tgan mo'min mo'minlar ruhoniyatlariga, shu zavodimizda avval oxirin ishlab o'tganlarning ruhoniyatlariga baxshida qildik. Shu yerlarda jam bo'lganlardan umrbor bo'lib o'tganlarning ruhoniyatlariga yetkazib joylarni jannat bog'laridan qilgan. Hammalarimizni ham yo Robbil alamin duolarimizni ijobat aylagin. Xonadonlarimizga fayz barakot, farzandlarimiz baxt kemolini bergin. Mana shu yerda o'tirganlar hammalarimizga endi shoyimlarga, mushriklariga tinch sog' salomat etgan nasib ro'za aylagin. Mana shu zavodimizni bundan keyin ham to qiyomat yurtimiz ravnaqiga, bizni shirin hayotimizga sababchi qilgin ya Robbil alamin. Yana takror duo qilamiz bu yerda xizmat qilganlarda, uni tashkil qilganlar hammasiga Alloh rahmat barakoti bo'lsin. Ya Robbil alamin, yurtimizni tinch, obod aylagin, yaxshiga yo'liqtirgin, yaxshiga yo'liqtirgin, yaxshiga yo'liqtirgin. Yomondan o'zing saqlagin, yomondan o'zing saqlagin, yomondan o'zing saqlagin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqi Muhammad va alihi va ashabihi ajmain rahmatga arhamar rohimin. Allohu akbar. Avvalo bu yigitga hamda u kishining yordamchilariga, umuman kasaba uyushmasiga Alloh rahmat barakoti bo'lsin. Ularga kuch-quvvat tilaymiz. Alloh ilmiy salohiyatiga fayz barakot bersin. Bu yigitga qo'yilgan mas'uliyat, javobgar vazifalarga munosib Alloh subhanahu va taolo kuch-quvvat, ilmiy salohiyat bersin. Xonadoniga, farzandlarning o'rtasida mehr muhabbat bersin. Hammalarimiz ham shunday xursandchilikka, tinchlik, omonlikka yetgan nasib ro'za aylasin. Va sallallohu ta'ala ala xayri xalqi Muhammad va alihi va ashabihi ajmain rahmatga arhamar rohimin. Yunusani komandasiga, Interpol komandasiga hammasi bitta duo qilsaydi, lekin agar boshqa bir takliflar bo'lmasa, unga qarab turib bir xulosa qilsak. Endi bu yerda Abdumalik hoji akam o'tiribdi. Abdumalik hoji akamga iltimos qilamiz. Duo qilib bersada. Hoji aka. Hammalariga Alloh baraka bersin. Yana shu Xatolardan xato olmasdan hammamiz yerda yetkiz Alloh taolo. Rabbana atina fid dunya hasanatan va qina azoban nar. Rahmat, assalomu alaykum.